Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun qon quyuqlashib qilish kasali degan temada qisqa bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi qon quyuqlashib qilishninki qandaq bir kasal ekanligi, uninki alomatlari va uni keltirib chiqaradigan sebep ve kasalliklar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Qon quyuqlashib qilish deganda, gerçi u qon tomirida iqiyotgan qon hücre şəklining binormal bo'lishi, ya'ni qon hücrelerininki şarsimonlik şəklidən g'alati shakllarga o'zgarib ketishi, qon hücreleri ve oqsillarning ko'payishi, ya'ni qondagi oq qon hücresi, qizil qon hücresi qatorliq hücrelarninki ve qonni quyuqlashtiradigan oqsil qatorliq moddalarning ko'payishi hem shundoqla qondagi suyuqlik qismining nisbiy ozlab ketishi sababidan qon tomir ichida iqiyotgan qonning ravon oqolmasligi yoki iqish sur'atining ostlab ketishini ko'zda tutadigan bo'lsa-mu, ammo ko'pincha ahvolda biz qondagi mayning ko'payib ketishini qon quyuqlashib qilish deb ishlatamiz. Amaliyotda ular butunlay o'xshamaydigan ikki xil kasallik bo'lib, ularni keltirib chiqargan sabab va ularni davolash usullarimi butunlay farqli. Shu sababdan bu qon quyuqlashib qilish degan bu uqumni to'g'ri tushunish bizningki o'zimiz giribdor bo'lgan kasalga to'g'ri baho berish va uni to'g'ri davolashda bak muhim. Qondagi may yuqorilab ketishni inglizchada hyperlipidemiya deb ataydigan bo'lib, u asosliqi qondagi may moddasi bo'libmi, kolesterol moddasining ishib ketishi sababidan kelib chiqadi. O'tir yoshdagi va yashanganlarda ko'p uchraydi. Dastlabda alohida kasallik alomatlari bo'lmaydi. Kasal asta taraqqiy qiladi. Qon tomir qetishivilish, qon tomir tarayivilish, yuqori qon besimi, yurak kasali va miya qon tomir kasali qatorliq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Qon quyuqlashib qilishni inglizchada hyperviscosity deb ataydigan bo'lib, u ko'pincha ahvolda ba'zi irsiy kasalliklar bilan munosabatlik bo'lib, kichik bolalar va cho'nglarda o'xshash ko'rildi. Kasal boshlanishida har xil kasallik alomatlari ko'rildi. Ya'ni bemorda kasal boshlangan dastlabki mezgillarda har xil kasallik alomatlari ko'rildi. Vaqtida davolamasa har xil yomon oqibatlar kelib chiqadi. Ya'ni qondagi may yuqorilab ketish, hyperlipidemiyada dastlabda kasal alomatligi bo'lmaydi. Bu qon quyuqlashib qilish, ya'ni hyperviscosityda bemorda kasal boshlangan dastlabki mezgillardan boshlab kasal alomati bo'ladi. Agar vaqtida davolamasa ig'ir oqibatlar kelib chiqadi. Yuqorida men deb o'tgandagidek, bu qon quyuqlashib qilish kasallik giribdor bo'lganlarda dastlabki mezgillardan boshlab lakinsa kasallik alomatlari ko'riladigan bo'lib, u kasallik alomatlari tuvandikilarni o'z ichiga oldi. Birinchisi tutqoq kasal qo'zg'alish. Ikkinchisi teri rangi bo'libmi yuz qismi qizarib qilish. Uchinchisi ko'krak og'rish yoki ko'krakka beoromlik his qilish. To'rtinchisi yo'l menish qiyin bo'lish. Beshinchisi anglashda masala paydo bo'lish.
ya'ni quloqning anglash iqtidori yaxshi bo'lmaslik. 6-si sababsiz qanash, masalan, tish miliki yoki burni qanash. 7-si nafas siqilish yoki nafas ilish qiylishish. 8-si bosh qiyish, ko'zi to'rlashish yoki ko'rish quvvati, ya'ni ko'zning ko'rish quvvati o'zgarib ketish, ojizlab ketish. Mana bular qon quyuqlashib qolgan bemorlarda ko'p ko'riladigan kasallik alomatlar. Boğaqlar va kichik bolalardagi qon quyuqlashib qilish kasalining sabablari va yoki uni keltirib chiqaradigan ko'p uchraydigan kasalliklar nima degan vaqtida, birinchisi irsiy kasallik. Masalan, Down sindromi. Ikkinchisi ananing homildor mezgilidagi diabet kasali. Ya'ni ana homil mezgilida diabet kasallik giribtor bo'lgan bo'lsa, uningdan tug'ilgan bolaninki mushu qon quyuqlashib qilish kasallik giribtor bo'lish xatiri yuqori bo'ladi. Uchinchisi, yangi tug'ilgan bovoqning kindikini kechikib kesish. Ya'ni bola tug'ilgan vaqtida uning kindikini darhol kesmay, kechiktirib kesishmi bovoqlarniki qon quyuqlashib qilish kasallik giribtor bo'lish xatirini yuqori ko'tardi. To'rtinchisi, ona homila mezgilda baliyotqudagi qo'sh kezak bolalar orasidagi qon tomirlar orqali bolalarning qini o'zaro aralashib qilish. Ya'ni qo'sh kezak bolaning birisining qini yana birisiga o'tib qilish. Bumi bovoqlar orasidagi qon quyuqlashib qilish kasaliga giribtor bo'lish nisbatini yuqori ko'taradigan muhim omil hisoblanadi. Cho'nglardagi qon quyuqlashib qilishning sabablari yoki cho'nglarda qon quyuqlashib qilishni keltirib chiqaradigan kasalliklar. Birinchisi jiddiy xarakterlik oq qon raki. Ikkinchisi ost xarakterlik oksigen kamlik, ya'ni uzun muddat davomlashgan oksigen yetishmaslik. Uchinchisi tutashtirg'uchi to'qimalar kasali, ya'ni inglizchadagi connective tissue disease. To'rtinchisi so'g'uq sharcha oqsil kasali. Ya'ni qondagi bir xil g'alati oqsil sababidan kelib chiqqan kasallik. Beshinchisi qon donchilari ko'payivilish kasali. Oltinchisi oq qon raki. Yettinchisi tarqalma ilik o'smisi yoki raki, ya'ni inglizchadagi multiple myeloma. Sakkizinchisi qizil qon hujayra ko'payivilish kasali. Bularning hammasi shu cho'nglarda qon quyuqlashib qilishni keltirib chiqaradigan muhim sabablar yoki ko'p uchraydigan kasalliklar. Agar insonlarda bu xil kasallikning birisi yoki bir nechasi bo'lsa, undaq insonlarda insonlarniki qon quyuqlashib qilish kasaliga giribtor bo'lish xatiri nihoyat yuqori bo'ladi yoki shu xil kasalga giribtor bo'ladi. Undaqda bu qon quyuqlashib qilish kasalini qandaq bir taraf qilish kerak yoki mushu kasalga giribtor bo'lganligidan gumonlanganda qandaq qilish kerak degan vaqtida qon quyuqlashib qilishni bir taraf qilishda oldi bilan qondagi mayning ishib ketish ko'zda tutilganmi yoki haqiqiy ma'nodagi qon quyuqlashib qilishmi, uni aniqlab chiqish, ayirib chiqish kerak. Chunki bu ikki kasal men yuqorida o'tgandagidek butunlay o'xshamaydigan ikki kasal bo'lganligi uchun uni davolash usullari nihoyat cho'ng farqli. Shunglashqa oldi bilan shu qon quyuqlashib qilish degan vaqtimizda uniki mayning ishib ketishimi yoki haqiqiy ma'nodagi qon quyuqlashib qilishmi, buni aniqlab chiqish bek muhim. Agar qondagi may yuqorilab ketish bo'lsa, u vaqtida uni davolashmi shu qondagi mayni
töveltish bilan bo'ladi. Bu haqda men oldingi leksiyada kolesterol to'g'risida so'zlab o'tgan. Agar qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, shuni ko'rib baqsa bo'ldi. Agar bu qon qo'yuqlashib qilish qondagi mayning yuqorilab ketishidan emas, balki haqiqiy ma'nodagi qon qo'yuqlashib qilish bo'lsa, tuvandagi taraflarga alohida diqqat qilish kerak. Ya'ni birinchi doktorga berib ko'rinib, tafsili tekshirish orqali aniq diagnoz qo'yish. Ikkinchisi, bu kasallik badan suslangan vaqtida ig'irlashadigan bo'lg'achqa yetarlik suv ichib turish va badanning suzlanib qilishidan saqlanish kerak. Uchinchisi, bir qism qonni almashtirib davolash. Ya'ni qon tomiridan ma'lum miqdordagi qonni ilib, uning o'rniga tuz suyini o'kil qilib urish. Ya'ni qon hücrelerini, ko'payib ketgan qon hücrelerini nisbiy holda tövallatib, qonning suyuqlik qismini nisbiy holda ko'paytirish orqali qonning qo'yuqlashib qilishini tövallatish. To'rtinchisi, plazma almashtirib davolash. Ya'ni bo'libmi bak qon qo'yuqlashib qilish, shu qondagi oqsilniki ko'payib ketishi sababidan bo'lgan vaqtida qondagi plazmani almashtirib davolash. Ya'ni uning o'rniga normal plazmalarni silish orqali davolash mumkin. Bugungi bu qon qo'yuqlashib qilish to'g'risidagi leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Bu leksiya orqali qarindoshlarniki qon qo'yuqlashib qilishniki ma'nisiga bo'lgan tushunchisini yuqori ko'tarishni, bu jihatda agar o'zida gumonliq bir kasalliklar bo'lgan vaqtida doktorga berib tekshirtib, to'g'ri davolash ilib berishqa az to'la foydasi bo'lib qolar deb bu leksiyani so'zladim. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Xayr xo'sh. Alloh hammamizning tenini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar.